Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, omadli inson ekansiz. O'shancha o'tkazib yuborishga shoshilmay turing. Rolling Sushi aynan shu videoni ko'rayotgan insonlar uchun zo'r bonus qilib beryapti. Ya'ni sizni buyurtmangiz 150 ming so'mdan o'tsa, osh qoshiq promokodi bilan sizga 8 ta tovuqli zapechonli roll sovg'a qilishadi. Bilasizlar, bu yeri sushilari va rollari uncha-muncha emas. Sifat birinchi o'rinda. Mana masalan Filadelfiyani qarang. Ustidagi fareli ham qalingina. Eng muhimi zamorоженный emas. Svejeligi shundoq ko'rinib turibdi. Hamma rollarning ichidagi nachinkalarni ham dobri solishadi. Jarinisini ham usti qarsildoq, ichi esa shunaqa yumshoq. Yeganda odam maza qiladi. Chesnochniy nonlarni gapirmasa ham bo'ladi. Ishtahani shunaqa qitilayapti. Bu yerga kelganinglarda yoki zakaz qilganinglarda sovg'aga beriladigan zapechonniy rollarni ham ko'rishinglar mumkin. Juda sifatli. Promokod shotga kelib yesangiz ham, dastavka qildirsangiz ham ishlaydi. Veb-sayti ham zakaz qilishga juda qulay qilib ishlangan. Zakazingiz 150 mingdan o'tgandan keyin promokod degan joyga osh qoshiq deb yozsangiz, avtomatik tarzda bonus zapechonnilar qo'shilib qoladi. Joylari ham maza qilib suhbat qilib o'tirishli. Sushi setlari ham assortimenti ko'p. 100 mingdan boshlanadi. Rolling Sushi ertalab 10 dan kechki 11 gacha ham ishlaydi. Shahar bo'yicha 3 ta filiali bor. Biz hozir Olmazor City'dagi filialida bo'ldik. Yandexsga Rolling Sushi deb yozsanglar, uchala filialni ham manzilini chiqarib beradi. Har kuni sushiga olib boring, sushi olib bering deb joniga tegmasdan shu videoni bitta o'zlariga tashab qo'ying, tushunib oladilar.